Yangi O'zbekistonda inson qadrini yuksaltirish, ma'naviyat va ma'rifatni rivojlantirish davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida izchil amalga oshirilmoqda. Ana shu ezgu maqsadlarning amaliy ifodasi sifatida Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanining So'lim Qorasuv sohilida zamonaviy ma'naviyat xiyoboni barpo etildi. Bugun ushbu muhtasham maskan aholi uchun nafaqat hordiq chiqarish, balki ma'naviy kamolot, ma'rifat va madaniyatni targ'ib etuvchi betakror go'shaga aylandi. Xiyobonga kirishda mehmonlarni milliy me'morchilik an'analari asosida qurilgan muhtasham peshtoq qarshi oladi. Bu yerda barpo etilgan salomatlik yo'lagi, shinam dam olish maskanlari, kitobxonlikni ulug'lovchi ulkan kitob inshooti, yoshlar bog'i va nuroniylar bog'i inson kamoloti, sog'lom turmush tarzi va ma'naviy yuksalish g'oyalarini o'zida mujassam etgan. Xiyobon bo'ylab qad rostlagan manzarali daraxtlar, manzarabob butalar va fasllarga uyg'un tarzda ekilgan turfa rangdagi gullar ushbu maskanga o'ziga xos go'zallik va fayz bag'ishlaydi. Yo'laklar bo'ylab yashnab turgan ko'kalamzorlar hamda Qorasuv daryosi sohilini bezab turgan gulzorlar tabiat bilan inson mehnatining go'zal uyg'unligini namoyon etadi. Xiyobonning eng diqqatga sazovor maskanlaridan biri uning markazida Qorasuv daryosi ustida barpo etilgan zamonaviy to'g'ondir. Bu yerdan shildirab oqib tushayotgan musaffo suv sharsharasi atrofga yoqimli salqinlik va bahri dillik bag'ishlab, har bir tashrif buyuruvchi qalbida orom va zavq uyg'otadi. Daryo sohili bo'ylab tashkil etilgan zamonaviy dam olish hududlari, o'rindiqlar va sayr yo'laklari oilaviy hordiq chiqarish uchun barcha qulayliklarni yaratgan. Qirg'oqqa yaqin hududlarda joylashtirilgan savdo va xizmat ko'rsatish shoxobchalari fuqarolarning mazmunli dam olishi hamda xushtam taomlardan bahramand bo'lishi uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Xiyobon markazida Qorasuv daryosi ustidan Navruz mahallasi bilan bog'lovchi zamonaviy piyodalar ko'prigi qurilgan. Ushbu ko'prik aholi uchun uzoqni yaqin qilib, ikki hudud o'rtasida xavfsiz va qulay harakatlanish imkonini yaratdi. Ko'prikdan turib Qorasuvning go'zal manzarasini tomosha qilish esa har bir mehmon uchun unutilmas taassurot qoldiradi. Bu yerda xalqimizning boy tarixi va ma'rifatparvarlik an'analarini o'zida mujassam etgan 3 Renessans davrini aks ettiruvchi targ'ibot inshootlari o'rnatilgan. Ular ajdodlarimizning ilm-fan, madaniyat va jahon tamadduniga qo'shgan beqiyos hissasini yosh avlodga yetkazishga xizmat qiladi. Xiyobondagi do'stlik ma'rifat aylanasi esa qardosh xalqlarning buyuk allomalari va mutafakkirlarning hikmatli so'zlari bilan bezatilgan. Bu maskan yoshlar qalbida millatlararo totuvlik, bag'rikenglik, o'zaro hurmat va do'stlik qadriyatlarini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Xiyobon markazidagi zamonaviy amfiteatrda muntazam ravishda ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, madaniy kechalar, kitob taqdimotlari, yoshlar uchrashuvlari, konsert dasturlari va bayram tantanalari o'tkazilib, aholi qalbida vatanga muhabbat, milliy qadriyatlarga sadoqat va ma'rifatga intilish tuyg'ulari yanada yuksalmoqda. Amfiteatr yonida tashkil etilgan keng avtoturargoh tashrif buyuruvchilar uchun transport vositalarini xavfsiz va qulay joylashtirish imkonini yaratgan. Xiyobonning bolajonlar uchun ajratilgan hududida batutlar va zamonaviy attraksionlar joylashtirilgan bo'lib, bu yerda kichkintoylar quvonch va zavq bilan vaqt o'tkazmoqdalar. Kun botishi bilan ma'naviyat xiyoboni yanada o'ziga xos joziba kasb etadi. Zamonaviy yoritish tizimi bilan jihozlangan yo'laklar, ko'priklar, sharshara, daraxtlar va Qorasuv sohili minglab chiroqlar yog'dusida yanada ko'rkam qiyofaga kiradi. Kechki yorug'liklar ostida hukm suradigan sokin va fayzli muhit tashrif buyuruvchilarga unutilmas onlar, dilga orom va qalbga iliqlik bag'ishlaydi. Ma'naviyat xiyoboni bu nafaqat hordiq chiqarish maskani, balki ma'naviyat, ma'rifat, kitobxonlik, sog'lom turmush tarzi, milliy qadriyatlar va millatlararo totuvlik g'oyalarini o'zida mujassam etgan zamonaviy tarbiya va ma'rifat maskanidir.
Yuqori Chirchiq tumanida barpo etilgan ushbu betakror maskan yurtimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli bunyodkorlik ishlarining yana bir yorqin namunasidir. Bu yerga tashrif buyurgan har bir inson qalbida vatanga muhabbat, tabiatga ehtirom va ezgulikka intilish tuyg'ulari yanada mustahkamlanadi. Zero ma'naviyat yuksalgan joyda taraqqiyot barqaror bo'ladi. Inson qadri ulug'lanadi. Kelajak esa yanada porloq bo'ladi.